Vertolyotlar bilan qildik. Sizchi? Nima edi, yeydigan narsamidi? Bolani o'g'il qizligini qayerdan bilasiz? Chiqqandan keyin bilamizda. Bolalaringlarga nimalar oldinglar? Men bolalarni turetskiy taqib qo'ydim. Maniga o'zimiz O'rta bolamda qolgan ko'tliklarni yuvib olib keldim. Voy, gigiyeniyachi. muncha beparosatsiz. Voy, dod, kimdir kirib belimi massaj qilsin. Voy, namuncha baqirasan, bitta san tug'yapsanmi? Tavba qildim. Sen nima o'tirib olding? Tur. Men bolamni lazzatda tug'aman. U bilan uchrashuvimiz go'zal bo'ladi. Voy, nima menga qaramaysizlar? Ustinglardan yozib beraman men sizlarni. Voy, qayerqa yozasan? Men seni yuzingga qarab bilyapman. Hali buni tug'maysan. Bu sening 2 pay sochilgandir. Nafisa? Mandalina o'chag'i, Voy, tavba qildim. muhabbatning o'chag'i. Ey! Namuncha qo'polsiz? Nima qilyapsan? Lazzatda tug'aman. Xotirjamlikda farzandim bilan. Qochtiring qanotimni bosbosiz. Tavba qildim. Bugun dejur qiyin bo'ladimi deyman. Nafisa? Shu yerdaman Qo'tir Ensayevni qaysi birini klizma qilish kerak? Nima deyapti bu? Nimada tug'aman dedingiz? Lazzatda. Shunaqa ko'rsatmaganman. Nima hech xotim. Og'rimasdan tug'aman. Menga lazzat kelyapti. Senga bola kelyapti, qanaqa lazzat? Unga Voy, menga ham o'rgating. bachadondan nafas olasiz. Jinimisiz, oddiy nafas ola olmayapman. Menda yangi bosqich boshlanyapti. Yangi narsa hillashim kerak. Mana senga yangi qo'shni radovoy buni tug'gandan keyin ishlatasan, xo'pmi? Butun raddom shuni ishlatadi. Allergiya chaqirmaydi. Eng asosiysi sof paxtadan qilingan. Menga qara, pulini bermasang, vipiska yozib bermayman, tushundingmi? Stresslarsiz, travmalarsiz, baqirishlarsiz tug'aman. Nafisa bu yoqqa ulgurmaydi. Ketdik. Endi lazzatni his qilib